Assalomu alaykum, muhim xabarlar kanaliga xush kelibsiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni hamda o'zingizni qiziqtirgan video ostida kommentariy yozib qoldirishni unutmang. Mudhish avtohalokatdan omon qolgan va farzand o'g'ini ko'rgan aktrisa Ra'no Yarasheva 63 yoshda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Yarasheva 40 yillik faoliyati davomida kino va teatrda ko'plab rollarni ijro etib, muxlislar qalbini zabt etgan. Bu yil 63 yoshni qarshilagan aktrisa hali ham ijoddan chekingani yo'q. Ziyolilar oilasida dunyoga kelganman. Onam o'ziga to'q ma'rufchilar oilasida tug'ilgan. Dadamning oilasi birmuncha kamtarona hayot kechirgan bo'lsa-da, ular ham ilmga bee'tibor emas edi. 4 o'g'ildan keyin dunyoga kelganim uchun meni yeri ko'kka ishonmas, ammo 2 yoshimda onam yana bir bor qiz farzandni dunyoga keltirgan. Onamning aytishicha, singlim tug'ilgach o'ta rashkchi va injiq bo'lib qolgan ekanman. Atrofdagilarni qizg'anar ekanman. Bir marta akam Rayhonga qaragani uchun yuzini tirnab olgan ekanman. Shundan keyin buvim rahmatli meni o'zi bilan olib ketgan ekan. 8 yoshimga qadar buvim va bobomning qo'lida erkak qiz bo'lib ulg'ayganman. Buvim erkalab deyarli har kuni yangi ko'ylak olib berar edi. Ular yangi ko'ylakni kiyib raqsga tushganimni yaxshi ko'rar edi. Menimcha shu sabab san'atga erta mehr qo'yganman, deydi aktrisa Ra'no Yarasheva. 6 yil ichida singillarim soni 4 taga ko'paydi. Ota-onamning uyiga qaytgach, hayotimdagi eng qiyin kunlar boshlangandek bo'lgan. Chunki singillarimga qarash majburiyati menga tushgandi. Buvim kelganida meni olib keting deb yig'lagandim. Ammo o'ylab qarasam, bolaligim juda go'zal o'tgan ekan. Onam kutubxonaga rahbar bo'lgach, hayotimiz kitob bilan uzviy bog'langan. Orasida nozik qiz bo'lganman deya olmayman. O'g'il bolalar orasida tug'ilish ham qizlarning fe'li o'zgarishiga sabab bo'lar ekan. O'g'il bolalar bilan teng olishadigan, aytganini qildirmasdan qo'ymaydigan, kerak bo'lsa usti boshini yirtib bo'lsa-da futbol o'ynaydigan qiz edim, deydi aktrisa Ra'no Yarasheva. 17 yoshimda oila qurganman. Turmush o'rtog'im yomon inson emas edi. Ammo dunyo qarashimiz bir-biriga mos kelmasdi. Men yosh she'riyatga qiziqadigan inson edim. Ammo qiziqishlarim turmush o'rtog'imga yoqmasdi. U insonning fikricha, kelinning kitob o'qishi, she'r yozishi ma'qul ish emasdi. Keyin turmush o'rtog'im spirtli ichimlik iste'mol qilar edi. Bir kuni boshimga qattiq jism bilan urdi. Boshimdan qon oqayotganini ko'rib, jahl bilan ota uyimga ketdim. Otam ahvolimni ko'rib nima bo'lganini so'radi. Keyin turmush o'rtog'imning yoniga kelib, qizimning aybi nima, nega urding deb so'radi. Turmush o'rtog'im kulib, bunday hol hamma oilada bo'lib turishini aytdi. Otam jahl bilan turmush o'rtog'imni urganida xonaning u boshida o'chib tushgandi. Undan keyin ichmayman, yana shunday qilsam bolamning o'ligini ustiga o'tiray deb qasam ichdi. Afsuski qasamning ustida chiqmaganidan keyin 4 yoshli qizim olamdan o'tdi. Bu voqeadan keyin oilada qola olmadim, deydi aktrisa Ra'no Yarasheva. Qizimning o'limidan keyin tushkunlikka tushib qolganman. Ammo oradan ko'p o'tmay homilador bo'lib Komiljon o'g'lim dunyoga kelgandi. Afsuski, oilamiz darz ketgach, qaynonam o'g'limni berishni istamagan. O'g'limni olaman deb harakat qilib yurgan paytimda ota uyimda ham jiddiy muammolar chiqqan. Ya'ni akalarim san'at institutiga o'qishga kirishimga jiddiy qarshilik qilgan. Erdan ajrashib artist bo'lib ketdi degan gapni ko'tara olmayman. Undan ko'ra singlimni o'ldirib qutulganim yaxshi deyishgandi. Ikkita katta akam tish tirnog'i bilan o'qishga kirishimga qarshi bo'lgan. Faqatgina Toshkentga yashaydigan Ravshan akam qo'llab-quvvatlagan. Dadam senlar otami yoki menmi? O'qishga kirsin. Agar kirolmagan taqdirda ham bir umr bizdan armon qilmaydi deb Toshkentga ketishimga qarshi bo'lmagan. Ammo akalarimdan ranjimaganman, chunki ularning qattiq qo'lligi sabab hamisha mas'uliyatni his qilib, ota va akalarimning nomusi bilan yashardim, deydi aktrisa Ra'no Yarasheva. Ilk marta san'at institutiga imtihon topshirganimda qabul qilishmagan. Rahmatli Arsen Ismailov Yarashevaning qo'lida yosh bolasi bor, u bilan o'qishga qiynaladi deb past-pal qo'ygan. Undan qattiq xafa bo'lib yig'lagandim. Chunki o'shanda dadamdan arang ruxsat olib Toshkentga kelgandim. O'qishga kira olmadim. O'qishga kira olmadim desam qayta o'qishga yubormasligi mumkin edi.
Shularni o'ylab rosa qiynalgandim. Imtihon javoblari chiqqach, ustozlar o'tiradigan xonaning eshigi tagida turib, nega menga ishonmaysizlar, men yaxshi o'qiyman deb lanib yolvorganim yodimda. Shunda ustozlarimdan biri sirtqi bo'limga o'qishni tavsiya qilgan. Bir yil nima ish qilaman deb televideniyega ishga borganman. Bir kuni syomkaga Nabi Rahimov kelib qolgan. 2 marta farzand ko'rgan bo'lsam ham bellarim ingichka, sochlarim uzun, chiroyli ayol edim. Nabi Rahimov aktrisa ekanimni aytib maqtanib qo'ygandim. Bu yerda nima qilyapsan? Teatrga ishga bormaysanmi degan. Mana shu gapdan keyin teatrga borganman. Ancha kungacha gapni nimadan boshlashni bilmay yo'lakda Nabi Rahimovni kutganman. U paytda Nabi Rahimovning yoshi ancha katta edi. Teatrga kel degan gapi yodida ham yo'q ekan. Ammo yo'q demay teatr rahbariyatining oldiga olib kirgan. Afsuski libos bo'limiga ish yo'qligini aytishgan. Hafsalam pir bo'lib turganida Grimyor Valentina Abduqunduzova yordamchi kerakligini aytgan. Shundan keyin meni Grimyor yordamchisi sifatida ishga olishgan. Ancha vaqtgacha sahna changini hidlab, mashhur aktrisalarga havas qilib, spektakllarni tomosha qilib yurganman, deydi aktrisa Ra'no Yarasheva. Hayotning ko'plab qiyinchiliklarini boshdan kechirgan Ra'no Yarasheva ayni damda 7 nafar nabiraning buvisi va millionlab muxlislarning sevimli aktrisasi hisoblanadi. U 1984-yili ijodni boshlagan bo'lsa, haligacha teatr va kino olamida tanaffus qilgani yo'q. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.